Assalomu do'stlar. Kunlaringiz xayrli, barakali bo'lsin. 19-fevral 2026-yil. Ro'za-yu Ramazonlar muborak bo'lsin hammaga. Tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Bugungi bozor narxlarini ko'rib boramiz esda do'stlar. Xato kamchiliklari bo'lsa o'zim so'raymiz boshingdan. Do'stlar bir like bosib, kommentariy yozib, podpisatsiya tashakkur etinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi do'stlar. Qara unda boshlaymiz. Bismillah. Necha bu aka? 20 milyondan. 20 milyondan aytib turibdi qani. İyi bir şey sağ. Soradı mı pazar? 36 milyon. 236. Bakma. Oylar bir yerine çıkıp paradı. Bir yerine göre. Sağdan istiyorsun ege? Şu malan dostlar. 30 milyon son. Malın zoruna. Moyunlar karanlar. Acayip. 25 milyon so'm aytib turgan ekan inshaalloh. 22 milyon so'm so'rab turibdi. 11 oylik o'jak deydi. Bozorda bugun mal ko'p. Ramazonning birinchi kunini mal ko'p bugun. To'lib turibdi bozorlar. Men bakmaydi. 9,5 milyon so'm so'rab turibdi. 1 milyon payda beradi. Aka do'stlar. 18,5 milyon so'm aytib turgan ekan. Necha so'radimi? Ha? So'radimi? Ha, so'radi. Necha so'radi? 20dan o'tdi. 20dan o'tdimi? So'rayapsizmi aka? Pesroq so'radi. Necha? Aytavering bozorga. Necha 18 mi? 8 milyon so'm so'radi. Savdan istersizmi aslida? Hey, o'tmaga joyi yo'q bu. Adamlar turibdi. Necha aytdingiz? 20? 21? Necha so'rayaptirmi? Necha? 19. Ebrilga so'radi. Avardan qo'yinglardan. Necha aytdingiz Bahadir aka? 18 milyon so'm aytdi. So'radimi? 16 milyon 200. Adam bormi aka? Nasıl aka necha so'm bu aka? 18 milyon so'm. So'rayaptirmi bozor? 17 milyon. Necha aka? 20 so'm. 20 milyon so'm aytib turgan ekan. Necha so'radi? 16. 16,5 milyon so'm so'rab turgan ekan. Savdan bersin aka. So'rayapsizmi aka? Necha? 21 deb berdim. Yo'qdimi? 21 milyon so'rab turgan ekan. Bakma, bu güzel. Mal ko'p bugun. Bol ko'p bozorda. Necha aytdingiz siznikimi? 22 milyon so'm aytib turgan ekan. So'radimi bozor aka? Necha? 19 milyon so'm so'rab turgan ekan. Mana terezga 65. Al arzon bugun do'stlar. Mal ko'p, to'lib turibdi bozorda. Necha? Xuddi aka? 20 milyon. Necha so'rayapti hozir? 17 milyon 200. Tak. Mana joy savdan yerda. Necha? Qara. 20. Necha so'rayaptirmi? 15. 15 milyon so'm so'rab turgan ekan qadam bayling olgan polvon bola. Savdan bersin Qadambay. Necha aytdingiz sularda aka? Sizniki emasmi? 15 milyon 800 ming so'm. Bugün nima? Alekanimiz ketdimi? 15 milyon 800. Necha aytdingiz? Necha? Necha? 18 milyon so'm aytibmiz. Ana.
14 milyonga qo'yib turibdi. 14 milyon so'm so'rab turibdi ana. Tursaga 20 milyon so'm aytilib turan ekan. So'rab turma bozor? Che. 16,5 milyon so'm aytilib turib so'rab ekan. Boylari bir 10, 15, 20 chiqib boradi. Joy esa bir 340, 320 shunga o'rag, 330 shunga o'rag. Sizcha tursaga 20. 20 milyon so'm aytilib turibdi. Necha so'rab o'tirma bozor? 17 milyon so'm so'rab turgan ekan. Savdon istersin aka? Ha, bakman esa ajoyib narsa qo'ydilar ham 4'müş. Qaysini savdosi aka? Yergina savdosi. Orada teşti o. Hayda. 18,5 berdi turibgan. Necha qo'yib turibdi? Necha so'm ustida turibsizlar? 18 milyon 500 verdik, 100 milyon so'm qaytib beraman dedim men. Ko'ylak pulnami? 18 400. 18 400. Anaga. Ma'lumotlarni aytib tashladi ma'lum. Bakmaga so'rab. 18,5 berdi. 100 ming so'm ustida turibdi shuma. Mang'it Mal Bozor degan kanal, ha do'stlar. Joy savdo ozroq bugun bozorda. Savdo yo'q. 16 milyon 800 ming so'm bo'ldi ana shuma. 16 800. Boylar 1.25. Chiqib boradi. Ariq narsa, baqmaqa. Oyoqlari uzun. Buni Zakir aka oldi. Navoiylar. Necha aytib tursiz aka buni? 15 milyon so'm aytilib turibdi ekan. 12,5 milyon so'rab turibdi. 12,5 so'rab turgan ekan. Savdon istersin aka? Rahmat.